Ozish uchun qimmat menyular kerak deydigan insonlarni ham men har doim aytaman, siz bahona qilyapsiz. Ozish uchun qimmat menyular kerak emas. Bo'lmasa meni kurslarimda butun O'zbekistondagi o'rta sharoitda yashaydigan ayollar qatnasha olmagan bo'lardi. Qaynota, qaynonasi, bola chaqasi bilan ayollar qatnashishadi-da. O'rta hol bo'lmasam o'zi uchun alohida bozorlik qilmaydi, qimmat mahsulotlar sotib olmaydi, bemalol qatnashib vazn tashashadi. Meni kurslarim mana shu O'zbekistondagi barcha o'rta qatlamda yashovchi ayollar uchun mo'ljallangan. Men faqat puli bor, boylar uchun qimmat mahsulotlar sotib oling, qimmat joylardan narsalar olib keling, har kuni zaytun, avokado, baliq yeyish kerak ozish uchun demayman. Sizlarni sharoitingizdan kelib chiqqan holatda ozishni eng to'g'ri, mukammal va albatta milliychi uslubini o'rgataman, chunki milliy taomlar ham baribir bo'ladi bizning ratsionimizda. Va eng muhim narsani aytaman sizlarga, adasi menga bu mahsulotni olib kelib bering, buni olib kelib bering deb umuman aytib o'tirmaysizlar. Ro'zg'orda boridan